Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Bekka Uzabiz. Bugungi videoda biz nol qilishni o'rgataman dedim. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ashta konkurslar bo'lishini aytib o'taman. Ashaqalar bo'lib o'tadi, konkurslar. Shuncha obuna bo'lib qo'yinglar. Shu anaqamda bor. Ashta kiraslar ichida bor bular. Ana hamma biladi shekilli nol qilishdi deb o'ylayman. Tuning bamper yo'q. Hozirgi videomiz driftning siri bo'lyapti. Ana driftning siri bo'lyapti bugungi videomiz. Babu. Uchu so'piq qilsa bo'lardi. Pulim yo'q. Celles 63 ta qilaylik. Voy, nihoyat ochildi salon. Bugungi anaqa drift qiladigan mashinamiz. Bo'lsin ekan. Celles 63 ta qilaveramiz. Chunki men buni Celles 63 ta anaqa ben onu 50 ga qilamiz. Ana 50. Bana. Qaranglar, sizlarda 200 va 12 6 0 bo'lsa bo'laveradi yoki 1695 bo'lsa ham bo'laveradi. Tormoz dominglar mana 6000 so'mga bo'ladi. 6000 ga bo'ldi. Ana bu. Drift qilaman. Stop, men nakalonda qilaman. Ovozni yo'q qilib qo'yamiz. Qani go. Juda ham oson bu. Bunga nol qilish ham kerak emas. Chunki bilasizlar, bu Celles 63. 4 ta balonda qilmayapman. 4 ta balonda ham qilishni o'rgataman. 4 ta balonda nol qilish kerak ular. Hozir. Shunday. Qaranglar, bunday qilasizlar. Mana uni qilib turib, mana kattagina qilib qo'yasizlar. Sizlarga kerak emas bo'lsa, o'chirib qo'yaverasizlar buni. Menga kerak, drift qilayotganda bitta burish uchun. Narsa chiqib qoladi-yu yo'lda, shunda bitta ezish kerak. Tormozda ham esa to'xtatilmaydi. Hoppa. Chatimiz ham bor. Menda Craft Bekka Uz chat mashaq edi. Mashaq ham bor. Kerak bo'lsa shu silkani ochmayman. Silka qo'yganim yo'q. Bitta Telegramga kirib, ashuna qilasizlar. Ana lichkamga yozib o'tirmaylar. Men bir kun kirib, bir kun kirmay ashaqaman.
Ko'ryapsizlar? Endi 4 ta ballonda qilishni o'rgataman. Hoppa, ko'rdinglar, drift qilardi. Mana shu nastroykani qilasizlar. Bu Sbrosmi? Sbros ekan. Keyin buni Sbros qilasizlar. Va diskaga e'tibor beringlar. Bo'pti do'stlar, xayr, mana shunaqa qilib drift qilasizlar. Bo'pti do'stlar.